Assalomu alaykum foydalanuvchilar. Sizlar bilan Nodirbek Pro. YouTube'ni Pro versiyasini eshitganmisizlar? Eshitmagan bo'lsangiz hozirgi ko'rsataman. Zo'r taraflari bor ekan. Oddiy YouTube programmasiga nisbatan ancha yaxshi, zo'rroq. Bu yerda masalan muzika eshitayotgan paytinglar, muzika biron narsa eshitayotgan paytinglar telefonni o'chirib qo'yib, ekranni o'chirib qo'yib ishlataman, zaryadka kamroq ketadi deb o'ylasanglar, masalan, aytadigan bo'lsak, bu yerda unaqa funksiyasi yo'q ekan. Bu yerda masalan YouTube'da uchun Pro versiya olishingiz kerak, lekin bizning region O'zbekistonga Pro versiya yo'q, premium versiya yo'q. Masalan, sizlarda подписка degan joy shunaqa qidirsanglar chiqadi. Xo'sh, bu yerda hozir qani edi bizda попробовать, eksperiment, bu yerda hozir yo'q bunaqa joyi. Bir xil manga reklama orasida chiqib qoladi, ma'lum orasida. Masalan, Music Premium deyapti. Neaktivniy narsamiz. Оформить подписку mana. Bizning regionga, mana bizga yo'q O'zbekistonga. Chetga chiqib balki olish mumkindir, lekin bizda u narsa yo'q. Agar aytadigan bo'lsak. Xo'sh, endi uning yechim YouTube'ni Pro versiyasini men yaqinda topdim, internetdan topib, skachat qilib, uni o'zimning Telegram kanalimga joylashtirib qo'ydim. Kirib obuna bo'lib, qo'shilmasdan turib skachat qilib o'zingizlar yozolsanglar bo'ladi. Viruslari yo'q, hammasi toza. Ko'pchilik tanishlarimga, o'rtoqlarimga, do'stlarimga, даже internetdagi shu maslahat beryapman, kirib skachat qilinglar, qo'yinglar. Mana shu video qilishim maqsad o'sha. Xo'sh, YouTube'ga Pro kanaliga kiramiz mana hozir. Bu yerda men o'zimning kanalimga qo'yilgan bironta videoni qo'yib beraman, chunki men boshqa videoni qo'yadigan bo'lsam, qolganlardan avtorskiy pravaga aniq chiqyapti. Video blokirovka qilinganligi to'g'risida. Masalan, o'zimning kanalimdagi xo'sh, Warpath o'yinni o'zbekcha versiyasini, obzor o'zbek tilida mana yozamizda, o'zimning videolarim o'zimga chiqib kelishi kerak. Shularni eshitib narsalarni qo'yib berishim mumkin sizlarga, o'shani ko'rib qo'shinglar bo'ladi. Mana hozir o'zbek tilida hammasini başta o'zim qilgan ekanman. O'zimning kanalim chunki. Endi kanalim chunki o'zim avtorskiy prava dislike narsa bermaydi, narsa ham bo'lmaydi. Xo'sh. Tak, rezerv haqi tiklash yoki shunaqa bironta videoni ochamiz mana. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bu ikkinchi obzorimiz. Xo'sh, qachon qo'yilgan ekan? 24-yil aprel oyida qo'yilgan ekan. Buni hozir aytadigan bo'lsak, mana hozir ozgina o'tkazib yuboraylik, sal bu yorug'da nimalar gaplar bo'lyapti ekan. O'sha yana anaqagacha osadi degan, men hali bilmadim, bularni qachon qilish hozircha. Bunga umuman vaqt ekran o'chirib ko'raman. Ekran o'chirganimda ham audio davom etadi. O'chmaydi. Oddiy YouTube'da o'chib qoladi. Resurslar uchun ko'p bo'lmasin. Ekran o'chdi. Bir kun vaqt ketadi. Unga ham 21 kun. O'sha keyin urovlarga даже 60-70 kun bo'lib ketadi. Agar men bilan ko'rayotgan bo'lsa, ekran o'chganda ham shu nima deganim. Masalan, muzika eshitmoqchisizlar, muzikaga kirasizlar-da, muzikani eshitaverasizlar. Ekranni o'chirib qo'yib. Даже bironta raskazmi, biron narsa eshitayotgan bo'lsanglar ham ekranni o'chirib qo'yib, dalishi o'zingizlarning ishinglarni qilaverib, narsa eshitaversanglar bo'ladi. Bu yaxshi taraflari, bu paytda zaryadka kamroq ketadi. Oldingi ekran yopiq hisobiga ekran yarkisi ancha yoq bo'lgani bilan, masalan, yarkisi polniy bo'lsa, 70% bo'lsa, qanchadir bir soatda 10, 15, 20 tani tashkil etadi. Agar Wi-Fi orqali ulanib ishlasa, agar mobil internet bo'lsa, даже 20-30 ta ketadi. Undan ham ko'p ketishi mumkin. Kastasiga bog'liq keyin videoni. Muzikalarni aytadigan bo'lsak, yarkisni o'sha tushirib qo'yinglar, ekran o'chdi, oddiy saqlab qo'ygan muzikalar bor, masalan, o'zini skachat qilib qo'ygan, o'zini xotirasiga, narsasiga YouTube'ning programmasida. Shunaqa orqali eshitadigan bo'lsanglar, men hisoblarimga ko'ra 10 minutda 2 ta, 3 ta, даже 1 soatda 10 taga yaqin zaryad ketdi. Ekranni o'chirib qo'yib muzika tinglash bo'lmaydi. Internetga ulangani bilan asosiy skachat qilib qo'yilgan muzika edi o'zining xotirasida. Xullas shunaqa gaplar. Описание qoldiraman, kirib bemalol skachat qilib, ustanovka qilib, ichida nastroykalar bor, nastroykani qo'yib olsanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha narsalar bor ekan, men endi kirib u yoqdan tiklab ko'rmadim, lekin o'zgarishlar yaxshi. Pro versiyasi bu premium versiya, bilgan bo'lsanglar. Ya'ni chet eldagilar masalan oyiga $10 yo $8 dan pul to'lasa, bunga yaxshiroq ishlatish ana uchun bu sizlarga tekinga Pro versiyasini tekin ishlat deb beryapti. Faqatgina shu narsani telefoningizga ustanovka qilib, ko'chirib ustanovka qilib ishlatsanglar bo'ldi. Viruslari yo'q, toza, hamma yoq yaxshi.
virus bo'lganda chiqardi, chunki chiqmadi u haqida xabar telefonda. Telefon Xiaomi 14 Ultra безопасность oxirgi full обновление qilingan, ya'ni обновлениеda безопасностьda virus topganda unda chiqar edi. Chiqmadi. Xullas, mayli, sog' bo'linglar. Ko'chirib bir ishlatib ko'ringlar, bir maza qilib ko'rsin. Xalq maza qilsin.